Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırdan beri ziyaret videom çıkarmayayım. Ana endi bugün bir video çıkarıp koyayım dedim de. Görgenler var mı? Подписаться болсаңар просто көрүп койгула. Ana şunda kılasыңар күнүгө 2 жолу 3 жолу кылсаң болот. 35 40 şunda kılasыңар. Kılasаңар mı? Şunda kılıp keyin toktop çukur dem alıp dep dem alganda çukur dem alıp turup 5 sekund 5 sekund turup dep üylep çıkarsaňar demdi. Şonda davleniyalar baska düşüp miyeler dem alıp kandar жүгүрүп, mananda aksa bu nasos da, nasos. Puttun pasındağı nasos. Beytten. Bunday kılarsa. Ökönün bir deliye kılış gerek. 30-40 жолу. Şimdi aksaňar davleniyaga düşöt, sразу. 5 minut içinde düşöt. Şembeseňer kılıp görgülü. 30'gacha şunda kılasaňar. Oturup, stolda oturup, как положено oturup alıp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuntup 30 жолу. Keyin çukur dem alış gerek. Murunda dem alanat da. 1, 2, 3, 4, 5. Жүрек soğuşu pasayat, davleniye düşöt. Adamdın miyesi demeler. Kan pastan, mana puttan sekin. Bu nasos da, nasos iştegende nasos ötüge miyege aydaydı. Miye kislorod algandan keyin жүрөккө айтат, токто, болду, нормально, башка kan айдаба дейт. Miyege kislorod жетишпесе, жүрөккө miyeden turup kompüter айтат da, kandan ayda kislorod gerek, kandan көбүрөөк айдасаң мага kislorod gerek. Дейт, качан ошо неме болгондон кийин miye kislorod alгандан кийин өзгө керектүү. Давление düşөт. Давление көтөрүлгөндөн коркпогула. Davleniye kötörülgeni korkmalı. Men şimdi 180, 200 жүрүп, просто dary içmeye koygandım. Şunun arkasından bir şey oğurup kalgandım. Darysini içip жүрgülü. Men darysini içiştenem просто mana şunusu. Men bunu Moskvada doktor Shishorин деген bir bala var, adam. Mana şu tabletkasız davleniyani düşürüştü. Mana şunu künnüge 2 mal 3 mal bekar kalanda kılaverse davleniyası bor adam. Şu düşüp 120 130 şunda kalıp düşüp жүрөт. Kötörülbeyt. Nimege degende mana puttağı kan paska düşüp jokoruga miyege kislorod berбей koygondan keyin miye kislorod gerek dep жүрөккө buyurat da.
Qondan ayda kislorod kerak menga deydi. Shunda yurak qattiq urib, so'g'ib. Miyaga qonni ko'p aydaganligi uchun davleniya ko'tarilib ketadi. Buyraklarda qon tig'ilib ketadi. Shuning uchun buyrak meni miyada chiqatdim davleniya. Основной почкада bo'ladi. Почкani shamolda tutaman, olimdirg'a. Qon birinchi keladi, почкаga keladi, почкаdan yuqoriga chiqadi, shuning uchun yuqoridan pastga tushadi. Shu почкада tig'ilib qolganligi uchun davleniya ko'tarilib ketadi. Unutmag'lar. Tuttu iliqlikdan sal issiqroq bo'lgan suvga putni solib, bizda ko'pincha mana shu 40-50 yoshdan uyda odamlar 10 minutga shunday suvga solib o'tirilsa, davleniya pastga tushadi. Bu to'g'rilar yo'qoladi. Buni eng oson. Darini ham keragi yo'q, doktordan da keragi yo'q. Uyda turib olib shu narsani qilsak yaxshi bo'ladi ekanda. Men buni praktikadan o'tkazganman. Davleniyam ko'tarilib 130-140 bo'lganda shu o'tirib olib 30 gacha sanayman unda qilib. 30 gacha. Qilib turib keyin Miga deganda o'pkaga demda olib to'ldirib, demda olganimizdan keyin to'xtab tursak, nima deydi? O'pkada uglekislli gaz to'ptalib, o'sha uglekislli gaz qonga o'tgandan keyin o uglekislli gaz davleniyani pastga tushiradi. Eshitdingizmi? Uglekislli gaz biz karbamid angidrid deymiz. O'sha o'pkada to'xtab turib qolsa, uglekislli gaz ana shu nimani davleniyani tushiradi. Buni bildinglar, unda qana. Shu 30 yo'li qilib biz yerda o'tirib olib, keyin sekin deb dam olib tursa, shu davleniya pastga sekin tushadi. Dori ichishda sal to'xtatib ozaytiradi-da. Dori vaqtida ichgan yaxshi. Biroq darisiz yurgan undan ham yaxshi. Bu jigarni bo'g'irni qotirib qo'yadi, sirroz degan narsalar bor. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Pochkani yaxshilash uchun lapoq degan o'simlik bor. Bizda partang deyishdi, qirg'izchada partang deyiladi, yo'qsa lapoq deyiladi. Ana shu lapoqni olib chayqalib ichish kerak. Aptekada sotadi. O'sha pochkaga yordam beradi. Undan keyin salofan xaltani olib paketda o'ziga qo'yib, shu salofan xaltaga paketga yuzlab o'shandagi kislorodni dan qaytarib dem oltirish kerak. O'sha ichkaridan uglekislli gaz chiqib, dan qaytara kirib, chiqib, dan qayra kirib tursa, davleniya tez tushadi. Shu o'zag'ini 5 minut, 10 minut qilish kerak. O'shanda dem olib turaversa, bo'lsin nimani davleniyani вообще tushirib beradi. Bu ikkinchisi. Paketni olib turib, shu o'ziga qo'yib dem olsa, undan da nima bor? Davleniya tushadi. Endi uchinchisi kuybay turgan suvni baklashkaga qo'yib, misol mana menikidaqa qilibdi. Baklashka bo'lsa, baklashkaga qo'yib, kuybay turgan. Mana putni mana yeriga qo'ysa, bunday qilib, ikkovini bir qilib turibdi. Ikkovini bir qilib turib qo'ysa, ichkarida mana past jag'ida. Keyin mo'yindan orqa jag'i, boshdan orqa jag'i, mo'yinda. Mo'yinda arqa jag'i qo'ysa, shu uzog'i bilan 3 minut, 4 minut
Kömesi köp koysa davleniyeni düşürüverir. Вообще tez düşürüyor. Deri içip, kıynalıp, nime buldu ki vay deri içsemem düşmeyse dep korkpog'ula. Bu narsa praktikadan o'tgan. Просто davleniyalar ko'tarilganda bosib, anda chuqur dem olg'ila. Chuqur dem olib, uspokоиться qilish kerak-da. Ligida qanday deydi? Ana unday bo'ldi. Voy ana davleniyam ko'tarilib ketdi. Voy ana bunday bo'ldi. Boshim bo'lib ketdi. Shu momentda katta prel va kapatayım bir tashab turib tilni ostiga endi. Tashab turib, sekin bir yerda o'tirib, chuqur dem olib turib, bayog'inday qilish kerak, bunday qilib. Jeb olsam paketni olib turib, shu paketga uylab, o'sha kisloroddan qaytarib yutish kerak. Deb 4 minut, 5 minut tursa davleniya tushadi. Uglekisllik gaz shu yerda qayta kirib chiqib aylanaverib, davleniyani pastga tushiradi. Ondan keyin o'sha bayog'inday baklashkani olib mo'yinni orqasiga qo'yib, kuybay turgan suvdan qo'yib turib, ilim-iliq qilib, mo'yinni orqasiga qo'yib o'tirsanglar, bir jirg'aysanglar-da. Boshdagi qon aylanishni yaxshilaydi. Davleniyani tushiradi. Ondan keyin shu ilim-iliq suvga qo'lni kuybay turgan suvga tog'araga quyib turib, mana shu putni solib, shu qizil ashig'idan bunday ko'mib turib, bunda solib 5 minut, uzog'imi 5 minut. 5 minut o'tirish kerak-da. Shu bunda qo'lingizda qarasanglar, mana bo'rtib chiqqan tomirlar sekin ko'garib qoladi, sekin pasayib ko'garadi. Mana shunda davleniya ham o'zi tushaveradi. Shunday bo'lg'ila, iloyim hech kim og'irmasin. Din sog'liqda yurgular. Men aytganlarimni qilsanglar, o'zingizga yaxshi. Shunday qilib kuniga qayerda o'tirsanglar ham, tursanglar ham, tik turganda ham qilsa bo'laveradi, o'tirganda qilsa ham bo'ladi. Chuqur dem olish kerak, uspokоить qilish kerak, eshikka chiqib bosish kerak. Xatba deydi u. Qimildagan odamda davleniyasi bo'lmaydi deydi.